48. Bab. Sözümge kulak selinglar, ey Yakup cemiyeti. İsrail namı bilen atalğanlar, Yahuda avlodidin bolğanlar. Sizler Perverdigarning namı bilen qasam qilisizlar. İsraillarni tanıgan Xudoni ig'izinglardan tushirmaysizlar. Lekin uni chin dilinglardan samimiyatlik bilan qilmaysizlar. Sizlar o'zinglarni muqaddas shaharning fuqarolari deb otib oldinglar. Sizlar qudratli sardor Parvardigor degan nom bilan atalgan İsraillarni tanıgan Xudoga tayinimiz deysizlar. Parvardigor mundaq deydi: "Men o'tmishda sizlarga nemi ishlarning yuz berdiganligidan ishorat bergan. Men ularni o'z og'zim bilan aytgan. Men ularni oldin sizlarga bildirdim. Keyin men qo'zg'ilib, barliq bishoratlarimni amalga oshirdim. Chunki men sizlarning tarsaliqinglarni bilaman. Sizlarning bo'yninglar xuddi to'mirdek, bo'yninglar xuddi tuchdek qattiqdir. Shunga sizlarning bu ishlarni mening butum qildi. Mening yasagan butum, men quyib yasagan ilohim shundoq qilishga buyurdi demaslikinglar uchun men sizlarga burunla bu ishlar to'g'risida aytgan edim. Bu ishlarni yuz bermasdan ilgirla sizlarga bildirgan edim. Sizlar hammani anglab turib, hammani ko'rib turib, ajaba, yana qayil bo'lmamsizlar. Men hozirdan boshlab sizlarga yangi ishlarni, sizlar anglab bakmagan sirliq ishlarni bildiraman. Bu ishlar ilgari bo'lib bakmagan, mana endi yuz berdi. Bu ishlarni sizlar azaldan anglab bakmagan. Sizlar endi biz bu ishlarni oldi-burunla bilatdik deyolmaysizlar. Sizlar bu ishlarni bilmaysizlar, hatto anglabmı bakmagan. Sizlarning qulluqinglar azaldan echilib bakmagan. Men sizlarning intayin makkarliqinglarni bilaman. Sizlar burundan boshlabla manga qarshi chiqdinglar. Men o'zimning nomni bulg'umaslik uchunla g'azibimni besib keldim. O'zimning shon sharpiga dog' tushirmaslik uchunla qilmishlaringlarga chidab kelib, sizlarni yo'qotmadim. Mana qaranglar, men sizlarni tavladim. Men sizlarni kumushni o'tni tavlagandek emas, balki sizlarni azob oqibatning o'chiqida tavlab pakladim. Mening sizlarni yo'qotmasligim faqat o'zim uchundir. Chunki men qandoqmi o'zimning nomining bulg'anishiga yo'l qo'yaman. Manga tegishli bo'lgan ulug'likni boshqa hech qanday biri bilan o'rtoqlashmayman. Ey Yakup jamiyati, gapimga quloq selinglar. Ey men tanlab chaqirib olgan İsrail xalqi, gapimni anglanglar. Men Parvardigoringlarman. Men tunjisi va oxirgisidirman. Men o'z qo'lim bilan bu zaminning ulini soldim. Men o'ng qo'lim bilan osmonni yoydim. Men ularga birli chaqiriq qilsam, ular shu hamon tayyor bo'ladi. Yig'ilinglar, hammanglar quloq selinglar. Qaysi bir but sizlarga bu ishlarni oldin aytib beradigan. Mening irodam bo'yicha Bobilga qarshi ish qilguvchini menki Parvardigor yaxshi ko'raman. U qo'lini Bobilliklarga qarshi ko'tirdi. Bu ishlarni faqat men dedim. Uni men chaqiraman. Uni men boshlab kelaman. U qilgan ishlar cho'qim o'ngishliq bo'ladi. Hammanglar yenimga kelib, gapimga quloq selinglar. Men azaldilla nemi ishlarning yuz berdiganligini ochiq aytib keldim. Men boshdan oxir bu ishlarning ustida turib keldim.
Mana endi igen Perverdigar mana öz ruhini ata qilib meni avatdi. Qo'g'dug'ichimiz İsrail xalqini tanlagan muqaddas Perverdigar mundaq deydi. Men sizlarning Perverdigaringlar Xudodurman. Men sizlarga foydali odam bo'lishni o'gitiman. Sizlarni to'g'ri yo'lga boshlayman. Sizlar mening amrlarimga bo'ysungan bo'lsanglar edi, paravellikinglar tinch eqib turgan daryodek bo'ladi. Haqqoniylikinglarmu to'xtavsiz o'rkashlab turgan dengiz to'lqinlaridek doim hukm suradi. Urug' avlodinglar xuddi dengiz sohildagi qumdek sanoqsiz bo'ladi. Avlodlaringlar xuddi qum zarrachilaridek ko'p bo'ladi. Ularning nomi mangu o'chmaydi. Hergiz mening oldimdan yo'qotilmaydi. Sizlar Bobildan chiqib ketinglar. Bobilliklarning qo'lidan kechib ketinglar. Sizlar bo ovozinglar bilan tantana qilib, Parvardigor xizmatkori Yoqubning avlodlarini qo'g'didi deb butun dunyoga jakarlanglar. Parvardigor xalqimni qumluqlardan elib manganda ular usullikdan qiynalmadi. Chunki Xudo toshdan suv chiqarib berdi. Xudo toshni yorgan edi. U yerdan buloq suvlari etilib chiqdi. Parvardigor razil odamlarga omonlik yo'qdir deydi.